Ikki qavatli tayyor yem remont qilingan xonadonni bunaqa narxga ko'rmagandim. Yashnobod tumani Mumtoz mahallasida joylashgan bu xonadonni bitta ko'ringlar. Yangi, hech kim yashamagan, metroga ham yaqin. Xolaseli Yangiobod metro, xolaseli Qo'yliq metro yaqin ekan. Gumbaz bozorining ro'parasida joylashgan mana shu ikki qavatli xonadonni remontlarini o'zinglar bitta ko'ringlar. Narxiga juda ham zo'r ekan, lekin video davomida narxini ham aytib o'tamiz. Binochiga kirishimiz bilan uzun bir koridorimiz joylashgan. Birinchi qavatimizda umumiy sanuzellarimiz va ikkita xonalarimiz qilingan. Mana shu zinalarimiz orqali ikkinchi qavatimizga ko'tariladi. O'ng tomondagi birinchi xonani mehmonxona sifatida bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Tayyor mana shunaqa chiroyli aboylar tanlangan. 1 dan 5 gacha tanlangan aboylarga fikrlarni qoldiringlar. Chap tomonda mana shunaqa chiroyli oshxonamiz ayollarimiz juda ham yoqib tushadi. Kontrikatorlarimiz qo'yilgan, to'pli polvar radiatorlar asosida istiladi. Bu yoqda bo'lsa umumiy sanuzellarimiz qilingan. Ikkinchi qavatga chiqishimizda ikkita qora ot ko'rishingiz mumkin. Eng qizig'i o'rtoqlar, bu xonadonimiz 170 maydonga qurilgan bo'lib, 110 kvadrat bino maydoniga ega. Bu yerda bitta farzandlaringiz uchun yotoqxonamiz, chiroyli lyustralarimiz o'rnatilgan. Ikkinchi qavatimizning umumiy sanuzelini bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavatda jami 3 ta xona mavjud bo'lib, mana ikkinchi yotoqxonamiz, hovlisiga qaragan oynalar, radiatorlari qo'yilgan va bu yerdagi oxirgi xonamizni ham ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli mijozlar, bu xonadonimiz 95 mingga arzidimi yo'qmi? Arzisa plyus, arzimasa minus qilib qoldiringlar. Bozor yaqin, metro yaqin, hamma narsa sharoitlari, kanalizatsiyalari bor, balkon qismlariga ega, kirib yashashga tayyor holatdagi bu xonadonimiz menimcha 95 mingga arzisa kerak. Yaqin do'stlarimizga videoni yuborib qo'yinglar va like bosib qo'yishingiz chiqmasin. Salomat bo'linglar.